Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Nodirbek Ismoilov milliy sertifikat to'plamining 6-variant 38-savolini ko'ramiz. Demak, 4 xil organizm o'zaro chaqishtirilgan. Bizda B bilan C oraliq irsilanadi, ya'ni ikkinchi va uchinchisi oraliq irsilanadi. Shuning uchun tagidan chizib qo'ydim. Demak, ikkinchi, uchinchi belgilar chaladon irsilansa, fenotip va genotiplar sonini toping degan ekan. A bilan demak, hammasini alohida chaqishtirib ko'ramiz. A bilan A'ni chaqishtirib ko'rsak, demak, 4 ta organizm olinadi. 4 ta organizm olingandan keyin bizda genotiplar soni hammasi o'xshash kerak. Bunga o'xshaydigan bitta. Bular bitta, bular bitta. Ya'ni 3 xil genotip sinf bor. Bizda to'liq irsilanganligi uchun, chala bo'lmagani uchun katta A'lar fenotip topamiz endi. Katta A'lar nechta? Bitta, ikkita, 3 ta bo'ldi. Demak, bu bir xil, bu bir xil bo'ladi. Demak, 2 xil fenotip, 3 xil genotip bo'ladi. Demak, endi B ni B bilan chaqishtiradigan bo'lsak, bu chala irsilanish bo'ladi. Chala irsilangan bilan bizda ikkita organizm chiqadi. Ikkita organizm chiqsa, demak, bunga o'xshaydigan bittadan bo'lgan 2 xil genotip sinf va 2 xil fenotip sinf bo'ladi. Uchinchi belgimiz ham chala irsilanadi. C bilan C ni chaqishtiramiz, mana chizib qo'yamiz. 4 xil organizm chiqadi. Bu endi A ga o'xshamaydi, chunki A to'liq edi. Bu chala irsilanadi. Katta C'lar bitta, ikkita va 3 xil genotip sinf bo'ladi. Fenotip ham 3 xil bo'ladi. Endi bu to'liq irsilanadi. D bilan D. Ikkita organizm chiqadi. 2 xil bo'ladi genotip, fenotip esa katta D'lar soni. Bitta, ya'ni bir xil bo'ladi. Demak, genotip topish uchun 3 2 ko'paytirsak 36 xil bo'ladi. Demak, genotip B da ekan 36 xil. Fenotip 2 3 1 bo'ladi. Ko'paytirsak 12 xil bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lib qolishni unutmang.